Sizning saradan kelgan urug' tuqqanlaringizni qo'nalg'i qilib etmagan bu oyni. Hey bolam. Siz aralashmay turing apa. Voy, apa, deb qapsiz-ku. Keldim bolam, seni yo'qlab keldim. Bu Maryam, iman keldi. Ha, kim keldi? Ha, keldingizmi qaynapa? Kelin tezlikmi? Men o'tirib o'tir. Qanday? Salomatligingiz yaxshida? Yaxshi bolam, yaxshi. Tuyuqsizlik kelib qapsiz-a? Xabar qilib qo'ysangiz men oldingizga chiqdim emasmi? Sening ishingni jep bolam. Sen avar qilmaydi deb. Ha, bo'pti apa. Yiroqdan kelgach kursingiz mashqanda. Bu Maryam, digir tamoq qiling apamga. Nima? Tamoq? Men hozir choyga borgan tursam. Hey, bu apam kelsa yine choyga boramsiz-a? Apangiz kelsa nima bo'libdi? Ya kelqanadan baldiroq deb qo'yib kelmabdi. Men choyga deyish bo'ldim, choyga bormasam bo'lmaydi. Bingchaqda non bor. Choy qaynatib berib, shu nonni yeb tursin. Hey, shunda bo'lsa-mu apam Bo'ldi bolam, bo'ldi. Bu Maryam chiqib boraversin. Mening qo'sqim to'q. Ma'qulim seni choyga berib kelay. O çeyin oynab kes oynagasın apa. Kopana biz sırt çıkıp tamak yaptık. Yo'q bo'ldi bolam. Pulni o'zib sirt chiqib tamoq yeb yurmayli. Bunlardan ba'di-ku. Hep chiqar shundan yesak bo'ladi. Siz shuncha yan besib arantas kelgan tursangiz, yaxshiroq tamoq yemasa qanday bo'ladi qo'pon? Apa, qarang, masha uchun to'ningiz mi? Ha bolam. Sen o'tgan yili ijara o'tagan qora shu o'xshamabdi? Ha, del shu, bilibsiz. Ha. Ilqi yangi bozordagi Yangwangni degan shovchi shu qo'yash nuri ichida. Biz kiradigan tamoqxona qarang. Mana mana shuni del qarshi tarafidagi ming qozon kaptar sho'ribxonasi. Voy. Biz mushaykimiz. Ha. Men apa fikrli. Qarang mananga. Mana ma qo'y kallasi, ma qo'y pochi, hammasi omroq tamoqlar. Ilanga yeymiz. Bulan tamığı bek o'xshaydi. Bularning-chi maxfiy rizqi bor. Shu tamığı bek o'xshaydi. Undan boshqa kaptar sho'ribsin bor-da, uni ayat qilib yeymiz. Men bir boshim bek muvofiqdan bularniki. Qana qan bo'lamdi-kan? Ajab paytikna. Bu Maryamı bek omroq bunga. Shu chiqish kunida bir qatdan kelib yeb ketamiz. Bolam, bu Maryam mazraq elmalla. Ay, vallahi o çayga ketmesmi? Bu çay tamak yapıyordu. Bu değil ya. Qanday tetidimi ya? Ha, bak o'xshaydi. O'xshamki. Tetig'illa was bo'libdi. Ham et yana kelib hamda ma kapta sho'rib ichib ketdi. Ha, yo'q bolam. Pul o'zmayli. Boshqa? Men et qaytib emasmi? Et qaytibmi? Ha. Ey, bu siz boya kelib taqa et qaytmoqchimi? Bu bir necha kun turib an qaytmamsiz? Seni saqinib kelgan bolam. Bir o'g'dan ko'rishib oldik. Uning sizlik otdan uyda yolg'iz qoldi. Et qaytay bolam. Voy, nədək gapni qildik ekan? Hozir kelib et qaytadigan ish yo'q. Avval menga uyga bir borli. Qolgan gapni uyda deyishimiz. Kiran apa? Buncha keşoğan nerede oynab yurdinglar ekanlar? Charchagan vaqtingizda yoki quvvatli tamoq iste'mol qilgan vaqtingizda Kevsarning 20% gazliq limon ichimligini yeningizdan ayirmang. Kevser şirketining yangidan bozorga solingan 20% gazliq anasi biz xonim qizlarning eng yaxshi tanlashi bo'la oladi. Apa biz tamoq yeb kirdik. O'tiring apa. Ma'nchu, men tamoq yeb kelmadinglarmi? Voy siz choy o'ynag'ili ketgan-ku, yo tamoq yemadinglarmi? Voy u so'rinda bilmay yegan bo'lamdi. Hammamiz halimizda qilish bir cho'kimi bilmay yemedik. Shu tapni qo'sqimay ichib arala qoldim men. Qo'zingiz ichib ketgan bo'lsa, bingshangda non bor ekan-ku, choy qaynatib shu choy bilan nonni yeng. Bak uni yegingiz kelmasa mana oshxona. Kirib tamoq yetib yesangiz bo'ladi, qo'lingiz egronmagan degan sizdan. Voy shundaq qilay. Bir qatam men tamoq yeb kelganga ortib ketdi qanday? Hey, apa tık yatmapsınız ha? Bu Maryam, apamın o'rinjoylab birli. Ayni adiyal tashlab qo'ydim. Shu yerda yaxshi bo'ldi. Nima? Apam men safada yatamda? Ha? Hey, men yatak o'ykichirada o'rin sepib beraman. Apam ishalarim bor. Voy u yerda qo'ydi yaxshi bo'lmaydi. Nima ish bo'lmaydi bu yerda yatsa? Hey qalangay apangizga ustida yashaga. Eshbeta ishlatda qo'yib kirib yas qanday bo'ldi? Sizning saradan kelgan urug' tuqqanlaringizni qo'nalg'i qilib etmagan bu oyni. Hey bolam. Siz aralashmay turing apa. Men sana deb qo'yay. Mening apamning kiyimi ko'ni bo'lgan bilan, lekin sening kiyimingdan pokiz. Hem kelib bu aldığındaki keldi ketdi mehmon emas,
Mening apam. Sen hazırın üzüde üzən yetvatqa yatak qoyun joylashtirə. Apam bugündən başlap şu yatak qoy deyətdi. Bo'ldi bolam. Men bu yerda yata beray. Bir kunlik ishim bo'lmaydi, men ayt qayt etmasmi? Yo'q apa. Bana yatak qoyun joylashtirə. Lekin bu Apamı uyutqan sepib qoydum. Men ne diyesme? Aya deyət.